Donald Trump Isroilning Eronga hujumi haqida gapirdi. Biz nima bo'layotganini bilardik. AQSh rahbari Wall Street jurnaliga ma'lum qilishicha, u va uning jamoasi Isroilning Eronga hujum qilish rejalaridan xabardor bo'lgan. Bizni oldindan ogohlantirishmadi. Shunchaki biz nima bo'layotganini bilardik, deya ta'kidladi Qo'shma Shtatlar rahbari. Trump payshanba kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan muloqot qilganini va bugun u bilan yana gaplashishni rejalashtirayotganini aytdi. Trump shuningdek, Isroilning mazkur amaliyotini yumshoq qilib aytganda juda omadli hujum deb atadi. Isroilning 12 telekanali xabar berishicha, agar Eron ballistik raketalari Isroilning aholi punktlariga zarba bersa, Isroil Eronning neft va gaz inshootlariga qarshi javob choralarini ko'radi. Isroil g'arbiy sohildagi barcha chegara nazorat o'tkazish punktlarini yopdi. Isroil 13-iyun kuni Eronga berilgan zarbadan so'ng g'arbiy sohildagi barcha nazorat o'tkazish punktlarini yopdi. Maxsus ruxsatsiz hududga kirish va chiqish mumkin emas, deb xabar bermoqda agentlik manbalariga tayanib. Isroilning Eronga zarbalariga qaramay, Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar qatnovi davom etmoqda. Reuters. Hormuz bo'g'ozi Fors qo'ltig'idagi Arab dengizi bilan bog'laydi. Uning kengligi atiga bir necha 10 kilometr bo'lib, jahon neft savdosi uchun o'ta muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, Bahrayn va Iroq nefti aynan shu hudud orqali eksport qilinadi. Eron o'tmishda G'arb davlatlari bosimiga javoban bir necha bor Hormuzni yopish bilan tahdid qilgan. Qayd etish joizki, Isroilning hujumi tufayli Brent navidagi neft narxi kechadan beri bir barrel uchun $70 dan $75 ko'tarildi. Eronning F-14 samolyoti Isroilning F-35 qiruvchi samolyotini urib tushirganini xabar qildi. Netanyahu ma'muriyati butun mintaqani va dunyoni falokatga tortmoqchi, dedi Rajab Toyyib Erdo'g'an. Isroilning Eronga qarshi hujumlari xalqaro qonunlarni mensimaydigan ochiq provokatsiyadir, deya qo'shimcha qildi u. Turkiya rahbari shuningdek, xalqaro hamjamiyat va global mintaqaviy barqarorlikka putur yetkazishga qaratilgan Isroil harakatlariga chek qo'yish kerakligini aytdi. Isroil Eronning hujumlariga javob qaytarishdan qochmaslikka umid qilmasligi kerak. Oliy rahnamo Ali Xomonay xalqqa murojaatida Isroil Eronga qarshi urush boshladi. Tehron kuch bilan javob qaytaradi va Eron armiyasi to'liq shay holatga kelgan, deya qo'shimcha qildi u. Iordaniya hech qanday urush maydoniga aylantirilmaydi, dedi qirol. Iordaniya qiroli Abdulla II Isroilning Erondagi yadroviy inshootlarga qarshi Sherlar olami amaliyotidan so'ng bayonot bergan ilk arab yetakchisiga aylandi. Iordaniya hech qachon harbiy to'qnashuvlar uchun maydon bo'lmaydi. Mamlakatimiz xavfsizligi va fuqarolarimiz hayoti tahdid ostiga qo'yilishiga yo'l qo'ya olmaymiz, deya qat'iy bayonot bergan mamlakat qiroli. Rossiyada dronlarga qarshi yangi lazer tizimlari sinovdan o'tkazildi. Testlarda turli quvvatdagi 8 ta mobil lazer majmualari ishtirok etdi. Sinovlar chog'ida uskunalarning aniqligi, uzoqlikda ishlashi va turli ob-havo sharoitlarida barqarorligi baholandi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron bilan urush uzoq davom etishini aytdi. Birinchi zarba omadli bo'ldi, ammo urush uzoq davom etadi. Biz o'rganganimizdan-da uzoqroq, deya ta'kidladi Isroil bosh vaziri. Netanyahu shuningdek, isroilliklarni sabrli bo'lishga va Isroilning g'alabasiga ishonishga chaqirdi. Eron Isroil tomonga o'z raketalarini uchirdi. Sahal 13-iyun kuni kechqurun Isroil mudofaa armiyasi Eron tomonidan ko'p miqdorda raketa uchirilishlarini qayd etgan. Havo hujumidan mudofaa tizimlari tahdidni bartaraf etish uchun ishga tushirilgan. Aholiga xavfsiz joylarga yashirinib, keyingi ko'rsatmalarni kutish tavsiya etildi, deyiladi Sahal bayonotida. Butun Isroil hududida havo hujumi xavfidan ogohlantirish e'lon qilindi. Tel Aviv va Quddusda portlashlar ovozi eshitildi.